Mana shu juda katta stress. Chunki jamiyatning shunaqa fikri borda, bu eski qoloq stereotiplardan, ha u erdan ajrashdimi, demak bu yaxshi ayol emas. Bunda o'zida bir gap borda deydi. Telegramda yozishgan yoki kim bilandir sevishgan yoki kimnidir sevgan bo'lgan shu uchun chidab yasha olmadi. Qarang. Sen bir ayolning ko'ngliga kir, qalbiga kir, uni og'riqlarini his qil. U azoblar jonidan o'tib ketganidan ketdi o'sha xonadondan. 100% aytaman. Yaxshi xonadondan. Ayol o'zini emin, erkin, baxtli his qilgan xonadondan, bolalari xavfsiz his qilgan xonadondan erkakdan ayol hech qachon ketmaydi. Yashaydi o'sha xonadonda. Qachonki ayol mana shu farzandlarini kelajagi uchun, o'zini xavfsizligi uchun, o'zini yonidagi juftini his qilmadimi, u yerda o'zini o'rnini ko'rmaydi. Bu demoqchiligim, erkaklar ozgina uydagi o'sha o'rninglarni topib olinglar. Erkaklarning o'rni ko'p holatlarda yo'qolib qolgan. Yo'q o'rni. Ayrimlarning o'rni umuman ko'rinmayapti. Ayniqsa ajrim masalalarida ko'radigan bo'lsak.